Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Saudiya universitetiga hujjat topshirgan birodarlar diqqatiga. Saudiya universitetiga topshirilgan hujjatlarning holatini ko'rib chiqishlik uchun sizlarga qisqacha video qo'llanma ko'rsatmoqchimiz. Hujjatlarning holatini ko'rib olishlik uchun Google kirib Study in Saudi portaliga kirib olamiz. Bu yerda birinchida chiqqan Vazaratut Ta'lim, ya'ni aslida ingliz tilida studyinsaudi.moy.go.sa Udrus fi Saudiya saytiga kiramiz. Va saytga kirish uchun tasjilud duxul, ya'ni yuqoridagi chap tarafdagi tasjilud duxulga bosamiz. Bu yerda ham tasjilud duxulga kiramiz. Va mana bu yerga Gmail pochtamiz va parolimizni kirgizamiz. Bu yerga esa Google tarafidan berilgan mana shu parolni kirgizamiz. Va duxulni ezib saytga kirib olamiz. Bu yerda esa yuqorida o'ng tarafda turgan ikkita chiziqni bosamiz va xidmati fayliga kiramiz. Mana bu yuqorida papkada turgan xidmati faylni bosganimizda malafi va talabati fayllari kelib chiqadi. Mana bu odamning rasmi turgan malafi fayliga kiradigan bo'lsangiz, siz haqingizdagi ma'lumotlar kirgizilgan. Biz esa hujjatlarning holatini ko'rish uchun talabati fayliga bosamiz. Mana bu sariq ramkaning ichida turgan yozuv tahta ijro, ya'ni hujjatlar ko'rib chiqishlik holatida degan ma'noni bildiradi. Mana bu barcha universitetlarning holati, lekin har bir universitetning holatini bilish uchun zangori raqam ustiga bosamiz. Bu yerda Jamiatul Islamiyya, Jamiat Tabuk va Jamiat Imom Muhammad ibn Saud al-Islamiy. Mana bu universitetlar har birining holati sariq yozuvning ichida, ya'ni tahta ijro holatida turibdi. Bu ya'ni ko'rib chiqishlik degan ma'noni bildiradi. Sariq ramkalarda ichida turgan yozuvlar, ya'ni tahta ijro, ko'rib chiqishlik ostida degan yozuvlar qabul yoki marfuz, mulg'o yozuvlariga o'zgarishi mumkin. Qabul ya'ni qabul qildi degani, marfuz ya'ni rad qilindi, atkaz qilindi degan ma'noda, mulg'o ham shunaqa. Mana bu universitetlarga hujjat topshirgan birodarlarga Alloh taolo ishlarini oson qilishligini duo qilib so'rab qolamiz. Assalomu alaykum.